DTP bolalarda reabilitatsiya qancha vaqt davom etadi? Ko'plab ota-onalarni qiziqtirgan bu savolga bugun biz javob beramiz. DTP bu uzoq muddatli harakat funksiyasi buzilishi bilan kechadigan kasallik hisoblanib, uni to'liq davolashni hozirgi kunda imkoni mavjud emas. Faqatgina reabilitatsiya orqali bolaning holatini yaxshilash mumkin. Reabilitatsiya davomiyligi bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Bola tug'ilganidan to 3 yoshgacha bo'lgan vaqtda asosan bolani funksional rivojlanishiga qaratilgan mashg'ulotlar, ya'ni LFK mashg'ulotlari, ergoterapiya, massaj, sensor integratsiya va funksional rivojlanishni ta'minlaydigan mashg'ulotlar tavsiya etiladi. 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan vaqtda esa reabilitatsiyani bolaning bilim olishi bilan bir vaqtning o'zida davom ettirish tavsiya etiladi. 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan vaqtda esa bolaning bilim olishi ko'proq e'tibor qaratilib, reabilitatsiya esa yordamchi sifatida qo'llaniladi. 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan vaqtda esa bolalarda asosan sotsial adaptatsiya va reabilitatsiya esa yana yordamchi sifatida davom etadi. 18 yoshdan keyin esa boladagi mavjud funksiyalarni saqlab qolish, rivojlantirish va ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topish bilan davom etadi.